belgi rejasidan qiynalib, yana yaxshi bo'lgan bitta bemorimizni ko'rsatamiz. Ahvollari oldingidan qanchalik yaxshiliklarini o'zlari aytib o'tadilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bu ikkinchi kelishingizmi? Uchinchi kelishingiz. Birinchi kelganingizda og'riqlar qatizda. Birinchi kelishimda og'riqlar o'ng tomondan tortib olish. Oyoqni tortardi. Hozirgi kunda ancha yaxshi, og'riqlar kamaygan. O'tiravering. Endi birinchi kursda kelganingizda oyoqni tortardi. Necha millimetr grija edi? 14,5. Katta millimetr grija bilan kelganlar 14,5 millimetr grija bilan. Hozir ahvollari undan taxminan necha foiz yaxshi? 70% yaxshi hozir. 70% yaxshi. Lecheniya dori-korlar olganmisiz yo emir qildirib to'g'ri keldingizmi? Faqat emir qilgan. Videolarda ko'rgansiz bizlarni. Videolarda ko'rganlar, YouTube'da ko'rib, sizlarga o'xshab kelganlar nomerlarga telefon. Siz ham telefon qilib kelsangiz, emirtini olib kelsangiz, davolaymiz xudo xolisa. Siz ham xudo xolisa zo'r bo'lganingizdan keyin akamga o'xshab, xudo xolisa videoga chiqaramiz yoki xohlamasangiz chiqmaysiz. Endi akamning muolaja jarayonlarini bir kuzating. Aka, osildingiz masalan, barmoqdan osish bo'ladi, kuzatib boring. Osilish qiyin emasmi? Yo'q, osilish qanday qiyinchilik. Ko'pchilik barmoq uzilib ketadi deb o'ylaydi. Siz ham ko'rganlarda o'ylaganmisiz lekin? Yo'q, unaqa barmoqlar uzilib ketadilar, to'g'ri. Bemalol osilsa bo'ladi. Birinchi qirsillatamiz, keyin osamiz. Hozir qizdirib olish jarayonlari. Aka, yotib olaverasiz. Akamni qizdirish jarayonlari, hozir akamni shogirdim bilan qizdirib olamiz yaxshilab, keyin barmoqlardan osamiz. Qizdirish jarayonlari umurtqa pog'onasining cho'zilishiga yaxshi bo'lish uchun qilinadi. Umurtqa pog'onasi yillar mobaynida ezilib qolgan 14 mm 10 yillik kasallik. 10 yildan beri ezilib qolgan umurtqani dori-kor qilganda kirib borib, umurtqani cho'zib, grijani joyiga tiqadigan qo'li yo'q. Yo hijoma bank qo'yganingizda faqat yuziga qo'yiladi. Ichkari tomon kirib, suyaklarni ochib, o'rtadagi diskka joyiga tiqib qo'ya olmaydi. Shuning uchun dori-kor qilishdan baribir naf yo'q. Agar bu qanaqadir koronavirusga o'xshagan virus bo'lganda ekan, tomog'ingizda virus turibdi, antibiotik ichasiz, borib o'ldiradi, siz yotsangiz ham tuzalasiz. Grija unaqa kasallik emas. Grijada kam harakat bo'lsangiz, umurtqada ezilib grija chiqaveradi. Biz sizga umurtqangizni cho'zib, tabiiy, dori-korsiz umurtqangizni cho'zib, uyga o'zingiz cho'zishingizga mashqlar telefoningizga tashlab beramiz, qilib yuraverasiz. Mashqlarni boshlagansiz aka? Mashqlari polni qiyotibdilar akam, xudo xolasa. Yana uyda akam cho'zaveradilar, biz bu yoqda cho'zaveramiz. Ikki tomonlama effekt bo'ladi. Siz ham shunaqa dori-korsiz effekt olaman desangiz, pastdagi nomerga hozir telefon qilib kelishingiz mumkin. Muolaja jarayonlaridan oldin sedalishli nerv asosan oyoqqa tarqalgan nerv bilan bel qizdirib olinadi. Muolaja vaqtida men qirsillatib barmoqdan osib beraman. Shogirdlarim qizdirishadi. Hozir akamiz bitta bo'lganlar uchun sizlarga orada gaplar tushuntirib ketish uchun o'zim ham qizdirishib yuboryapman. Mana bokslarda og'riqlar bo'ladi, shu joylar bilan tortilayotgan oyoqlar yaxshilab qizdirib olinishi kerak. Endi qirsillatish jarayonlarini o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Bosh. Oh. Ikkinchi taraflarni qirsillatamiz. Oyog'i menga berasiz, bunisini cho'zasiz, bosh qo'yib berasiz. Oh. Qirsillash ko'ryapsizlar do'stlar. Majburlab qiynash shart emas. Borgan joygacha qirs qilinadi. Manual terapiyada ham tezlik kerak bo'ladi. Aynan mutaxassisga borsangiz to'g'ri. Agar kuch bilan ishlaydigan bo'lsa, belingiz yo tortilayotgan organlarni ortib qo'yish mumkin. Xo'p, qo'llar ham zo'r qirsilladi. Hoppa. Ikkinchi qo'llarni qirsillatamiz. Boshlariga qo'yaverasiz. Bosh. Qo'llarni ham mana. Hoppa. Qo'llarni tortamiz. Bolalar bo'lsa oyoqlaridan boylashadi. Bosh qo'yaverasiz. Bosh. Hoppa. Chotki. Osilish jarayonlarini kuzatamiz. Bismillah, akamiz osilish jarayonlarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Demak, nechta zarba beramiz? Kuzating, qiziq bo'ladi. Shuncha zarba berdi, aka, qanaqa? Yo'q, yaxshi. Barmoq bemalol chidadimi? Bemalol urdirsa bo'ladimi? Chotki tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman, ketib olamiz. Xudo shifo beradi. Akamning og'riqlari chotki, barmoqlari og'rimadi. Bemalol pastdagi nomerga murojaat qilsanglar bo'ladi. Katta rahmat. Xonaga kirib yotib olaverasiz.
kelganinglardan keyin o'zimiz mashq qilib trenirovkalar nimalar qilish hammasini aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizga asrang.